Hammaga salom do'stlar. Mana ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar bolalar. Bugun biz bilasizlarmi nima qilamiz? Bugun biz огородga chiqib ishlaymiz bolalar. Dehqonchilik qilib ishlaymiz. Hop, matigani olamiz, bug'doyi olamiz, sabzini, kartoshkani olamiz. Bo'ldi, endi ishga chiqamiz. Qaranglar, mana огородlarim qanaqa chiroyli o'sganini yartalab turibdi-yu bular. Ko'ryapsizlarmi chiroyliligini? Olib kelinglar, endi buni olamiz. O'y, nimaga bular bunaqa qattiq bolalar? To'g'rimi, ustiga chiqib qoldim. Qaranglar mana buni. Maylim bolalar, masalada endi bekita olmayman. Hozir man sizlarga ko'rsataman. Bu oddiy огород emas bolalar. Sizlar tayyormisizlar ko'rishga? Dadam, qaranglar, bu bunker bolalar, ko'ryapsizlarmi? Bunker bu. Men bugun огородning ichida bunker qilmoqchiman bolalar. Dada, to'g'ri eshitdinglar. огород ichida bunker qilmoqchiman. Agar qanaqadir apokalipsis bo'lsa, zombilik kelib qolsa, men shundoq огородni ochaman-da, mana shu yerga tushib olaman. Judayam zo'r bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa огородni ochilib yopiladi. Agar sizlar esinglarda bo'lsa, mana shunaqa uyimga ham bunker qilgan edim, lekin u ko'rinib turardi-da. Maysa, endi bugun ichiga qilaman bolalar. Zo'r bo'ladi, ishoninglar menga. Ichini chiroyli qilib bezatib chiqamiz. Yana bu umuman ko'rinmaydi ham. Ko'ryapsizlar, faqat ozgina mana bitta bilinib qolyapti, lekin bilinmaydi ham. Ko'ryapsizlar, yaqin kelsa ko'rinadi. Oddiy o'tib ketsa umuman bilinmaydi. Mana shu yerga biz bugun bunker qilamiz. Xo'p, men kerakli narsalarni olib kelib olay. O'zi men bugun umuman ishlamayman. Boshida oddiy sizlarga hazil qilib men bu narsalarni oldim. Hop, endi men bitta sandig'imni olaman, yashirin sandig'im. Bolalar sizlar aytishingiz mumkin, Kompot, sani yashirin sandig'ing qani deb. Lekin bolalar shu yerda turibdi. Men oddiy uni ham bekitib qo'yganman. Hop, men bitta sandiqlarni olamiz. Mana shuni ichida narsalar bor. Aha, endi kelib men bitta qo'yib qo'yamiz. Hop, bu yoqqa bittasini bu yoqqa. Ana bo'ldi. Hop, qishloqlar ko'rmayapti bolalar, to'g'rimi? Bo'ldi, endi qurishni boshlayveramiz. Hop, ana ochamiz. Birinchi bo'lib mana shu yerni qazib chiqishimiz kerak. Hop, narsalarni olamiz. Aha, endi esa mana bloklarni olamiz bolalar. Hop, tayyor. Endi esa bolalar sekin mana shu yerni qazishni boshlaymiz. Mana shu yerga men bloklarni qo'yib chiqaman. Agar sizlar bilsanglar, bu judayam qattiq bloklar, lekin men bu esa bundan ham qattiqlar. Ko'ryapsizlar, mana farqi bor. Mana shu yerda narsalar bor. Tepasiga mashina qo'yib chiqamiz. Qo'ygan joyiga esa tagiga mana oddiy zirab qo'yaveramiz. Hop, mana shu hamma yog'ini qazib chiqamiz birinchi bo'lib. Hop, aha, hamma yog'ini qaziymiz. Hop, mana bunaqa hech qanaqa zazorlar qolmasligiga, hech qanaqa yomon kir havolar o'tmasligiga mana ko'ryapsizlar qancha da mana o'tmaydi, chotki bo'ladi. Hop, hamma yog'ini shunaqa qilib alishtirib chiqamiz. Jotki bunker bo'ladi 100%. Hop, bu yerlarga ham mana ko'ryapsizlar, umuman zazorli yo'q, o'tib ketmaydi qanaqadir yomon havolar. Hop, mana shularni ham sindirib chiqamiz. Hamma yog'ini olib kelinglar, buni endi sal chuqurlashtiramiz. Chuqurroq qilamiz. Hop, chetlarini ham hamma yog'ini olib tashlaymiz. Mana shularni hammasini, aha, tak. Bularni ham olamiz. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xohlasanglar bolalar, mani orqamdan qaytarib, sizlar ham o'zingizlarga shunaqa bunker qursangiz bo'ladi. Agar xohlasanglar kimdirdan bekinishga qilsa bo'ladi, kompyuter xonalar qilib olib. Hop, bo'ldi bolalar, tayyor ham chetlarini ham men qilib oldim. Endi esa polla qilamiz bolalar. Hop, mana shu xuddi shunaqa qilib, mana shunaqa blok qo'yib chiqamiz. Aha. Hop, endi mana shularni ham hamma yog'ini qilib chiqamiz. Tak. Hop, ana bo'ldi bolalar, tayyor. Endi qanaqa qilib chiqaman men u yerga? Voy, chiqishni o'ylamayman. Manda zinalar ham yo'q ekan. Mayli, hop, bir amallab chiqamiz. Tak, ana bo'ldi bolalar, tayyor chiqib oldim bir amallab. Hop, endi bundoq yopib olamiz. Ko'ryapsizlar, bilinmayapti ham bor unchalik, faqat ana suvdan sal ko'rinib qolyapti. Mayli, hop. Endi esa bolalar, men chiroyliroq bo'lishiga narsalar olib kelaman, ichini bezatishga, har xil narsalar bilan. Hop, qaranglar, takoy bo'ldi, lekin sal chuqurroq bo'lib. Hop, mayli, endi esa men narsalar olib kelib olaman o'zim bilan bolalar. Hop, ana bo'ldi. Voy oyog'im. Men bitga botat qo'yib qo'yish kerak ekan, u yomon tegdi lekin. Hop,
mayli men o'zim bilan zinayam olib kelganman как раз. Hop, mana bu yerga bunaqa tualet qilamiz bolalar. Mana shularda где-то tualet bo'ladi. Hop, mashinani bundoq ko'taramiz. Hop, bu yoqqa qo'yamiz, ko'taramiz, qo'yamiz, ko'taramiz, qo'yamiz. Hop, nu где-то bunaqa zadorlik qilish uchun shart emas. Oddiy bundoq yopib qo'ysak bo'ldi buni. Tak, hozir endi pastga tushamiz, sakraymiz. Hop, bolalar, mana bu yerga biz lampochka qilishga bunaqa joy olib olamiz. Hop, tayyor. Bu yoqqa biz lampochka qo'yamiz. Hop, ana bo'ldi. Lampochkaga esa menda как раз knopkalar ham bor. Knopkalar qo'yamiz keyinroq. Hop, mana bu yerga esa endi eshik qo'yamiz bolalar. Qaraydi, yaxshimi? Tak, mana bu yerga esa biz bunaqa qizil zina qo'yamiz. Qizil zina bu nima? Ko'chaga chiqish. Ko'chaga chiqish nima xavfli. Mana shunaqa qilib zina qo'yamiz. Hammasi o'ylangan bolalar. Mayli, hop, pastga tushib olamiz. Hop, mana bu yerga biz bunaqa veshilka qo'yib qo'yamiz. Mana bunaqa anaqa xavf o'tkazmaydigan kiyimli. Nimaga men buni o'zimga kiyaman. Hop, ana bo'ldi bolalar, tayyor ko'ryapsizlarmi? Agar nimadir bo'lib ko'chaga chiqishim kerak bo'lsa, ko'chaga chiqib olishimga. Hop, ana bo'ldi. Endi esa bu yo'llarni ham bezatib chiqish kerak. Hop, ketdi narsalarni olib kelib olamiz. Hop, bo'ldi, men o'zim bilan anaqa olib kelib oldim. Yana birinchi bor anaqa xavfli narsa qo'yish kerak. Hop, bu signalizatsiya nimadir bo'lsa ishlab ketadi. Bu esa anaqa knopka. Chiqishim kerak bo'lsa shundoq bosam, ham eshik paq etib ochiladi. Lekin hozir bosish shart emas buni. Hop, tak, bundoq qilamiz, bo'ldi. Hop, ichkariga kelinglar, endi bunaqa knopka qo'yib qo'yamiz lampochkani yoqadigan. Tak, mana ko'ryapsizlar, xuddi shunaqa ishlaydi. Hop, mana shunaqa o'chirib yoqishga. Hop, yana esa endi mamutlarni bezatish kerak. Yana mamutga lampochka qo'yib qo'yamiz. Kelinglar, yana bitta mamutga ham qo'yamiz. Ana bo'ldi, tayyor. Hop, mamutga esa bunaqa knopkalar qo'yib qo'yamiz, svet o'chirib yoqadigan. Hop, bo'ldi. Bu yo'lga menimcha shart emas, baribir yorug' bo'ladi. Endi esa bunaqa gilam solib chiqamiz ayol issiq bo'lishiga. Hop, tayyor. Endi esa bunaqa doskalar bolalar, sizlar bilasizlarmi? Bu oddiy doskalar emas, bular anaqa metalli doskalar. Mana shunaqa doskalarga bekitilgan. Hop, yashirilgan deganim. Hop, endi mana shu yerga mamutlarga bundoq qo'yib chiqamiz. Shuni ana bo'ldi bolalar, tayyor. Hop, endi esa ketgan narsalar olib kelamiz. Hop, bolalar, mana bunaqa kitobli polkalar olib keldim o'zim bilan. Hop, qaranglar, menda har xil narsalar bor. Kravat, kelinglar, bunaqa chetga qo'yamiz. Menga rosa yoqadi mana shu kravat chetda tursa. Yana bunaqa katta kravat olganman, mazza qilib yotishga, mazza qilib uxlashga, mazza bo'ladi lekin. Hop, mayli, bu hali hammasi emas. Menda hali mana bunaqa o'sha kitobli polkalar bor. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Hop, kelinglar, buni hozir qo'ymay tura qolamiz, keyinroq qo'yamiz. Hop, kelinglar, bunaqa stol vamutga qo'yamiz. Bu yoqqa nima qilib qo'ysam ekan? Bu yerga vamutga karta qo'yib qo'yamiz. Buni bolalar kelinglar. Hop, vamutga soat, hop. Soat bilan kompas bor. Vamutga kelinglar, kompyuter qo'yib qo'yamiz. Hop, ana tayyor. Vamutga esa endi kreslo qo'yamiz. Ana bo'ldi bolalar, tayyor, cho'tki chiqdi. Vamutga qog'ozlar. Menimcha bo'ldi bolalar, to'g'rimi? Chiroyli chiqyapti-yu. Hop, mana bu yerga kelinglar, ketgancha bunaqa radio qo'yib qo'yamiz, yangiliklarni eshitib turishga. Agar notebook ishlamay, internet bo'lmay qolsa, mana shunaqa yangiliklarni eshitib o'tiramiz. Kelinglar, soatni bu yoqqa qo'yamiz, kompasni esa, hop, kelinglar, mana bu yoqqa qo'yamiz. Hop, ana tayyor. Nimadir ko'rsatdim bu hozir, mayli, hop. Hop, mana bunaqa sandiqlar bor menda hali. Qizil bilan oddiy sandiq, kelinglar, bittasini bu yoqqa qo'yamiz. Chiqqanda hamma narsalarni shu yoqqa qo'yib chiqishga. Hop, yana oddiy sandiqlarni esa ichiga qo'yamiz keyinroq. Hop, ana bo'ldi. Yaxshi bo'lyapti hozirgacha. Hop, kelinglar, yoki tepasiga qo'yaymikin, nima deysizlar? Yoki давайте mana shunaqa tepasiga qo'yamiz. Qalay chiroyli bo'ldi-ya, lekin bersak ham kelinglar, shu yerga qo'yamiz. Zo'r bo'lyapti lekin. Kelinglar, bunaqa chetlariga esa gullar qo'yib qo'yamiz. Hop, anicha, ana bo'ldi, tayyor. Qaranglar, zo'r gul bo'ldi. Wow, lekin menga yo'qyapti bolalar. Hop, yana kelinglar, bunaqa pechkalar qo'yamiz, ikkita qilamiz bundan. Hop, bittasida men pishiraman, bittasida men narsalar eritaman. Hop, bu yoqqa men bunaqa gaz qo'yib qo'yamiz. Hop, yana kelinglar, buni bori olib men cho'q qo'yib qolaman. Bu baribir ishlayveradi, mana bu ko'ryapsizlarmi? Hop, bu yoqqa kelinglar, televizor qo'yib qo'yamiz. Unaqa menimcha televizor ko'rish qiziq bo'lmaydi deb o'ylayman, lekin baribir nima bo'lishini bilmayman, men bolalar, to'g'rimi? Agar kerak bo'lib qolsa, mana shunaqa ishlatishga. Hop, endi zamizga bunaqa kitobli stol ham qo'ysa bo'laveradi bolalar. Hop, qalay chiqyapti.
chiqyapti. Yaxshi chiqyaptimi bolalar? Hop, yana manda mana bunaqa rasm ham bor bolalar. Buni qayerga qo'yamiz? Kelinglar, mana mana shu yerga qo'yib qo'ya qolamiz. Ana yoshi zo'r rasm bo'ldi lekin. Hop, endi yana nima qilamiz? Hop, mana buni qani yopamiz? Yaxshi-yu, to'g'rimi? Chiroyli chiqdi. Havo ham yaxshi, havo ham o'tiradi bu yoqda. Judayam zo'r chiqdi lekin. Hop, mayli, baribir bu hali hammasi emas. Men tualet vanna ham qilishim kerak bolalar. Hop, ana bo'ldimi? Tualet vannalar oldim. Hop, qanichi, mana bu kelinglar olib tashlab turamiz-da. Buni ham mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi. To'xtanglar, yo'q ishlamayaptimi deyman. Mayli, hop, mana bunaqa rakvina olganman. Bu oddiy emas, katta rakvina bolalar, ko'rasizlarmi? Mana bu yerga suv yo'qotgan, suv o'chiradigan qo'ydim. Hop, mana bunaqa tualet har xil narsalar ham olganman yana. Ko'rasizlarmi? Hop, mana bu yerga tualet qo'yamiz. Mana bu yerga esa anaqa dushda cho'milishga qo'yamiz. Bu yoqga esa mana bunaqa qilamiz. Ana bo'ldi, tayyor. Bu yoqdan cho'milib, bu yoqda qo'llarni yuvib tursa bo'ladi. Suv esa mana shu chetlardan bundoq ketadi o'zi. Cho'tki bo'lib ketadi. Hech qanaqa suv toshib qolmaydi. Mana bu yerga esa kelinglar, bunaqa oyna qo'yamiz yoki bu yoqga mana bu yerga qo'yamiz. Vau, mana chiroyliligimni qaranglar bolalar. Mayli, mayli, hop. O'z bilasizlar, to'g'rimi? Men chiroyliman-ku. Hop. Ketdi. Hop, endi esa bunaqa lampochkani olib tashlaymiz. Hop, yana bunaqa gilam qo'yamiz bolalar. Tayyor. Bu oddiy gilam emas, bu bunaqa oyoqni qoqib tashlaydigan gilam bu. Bundoq kesib, bundoq chiq qoqib tashlaydi oyoqni. Keyin esa toza oyoq bilan kiravursa ham bo'laveradi. Endi tepa kiruv baribir bolalar, o'zinglar bilasizlar. Hop, bundoq qoqib tashlab, keyin esa ichkariga top toza oyoq bilan kiriladi. Bo'ldi bolalar. Voy, aytgancha menda akvarium qolib ketibdi-yu. Hop, akvariumni qayerga qo'ysam bo'larkin? Bu yoqga bo'lmaydi. Kelinglar yoki mashinaga yoki mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Hop, kelinglar, mana bu yerga qo'yib qo'ya qolamiz. Voy, bolalar, chiroyli chiqqanini qaranglar, judayam zo'r bo'ldi lekin. Hop, bo'ldi, endi kelinglar, hamma svetlarni yoqib chiqamiz. Hop, yana chiroyliligimni bitta qaraymiz. Ana bo'ldi bolalar, endi esa chiqib bitta qaraymiz. Ko'rasizlarmi? Tepadan cho'tki ko'rinyapti. Mana bunaqa bunker ham tayyor bo'ldi. Agar qanaqadir zombilar kelsa, qanaqadir suvli toshib ketib qolsa, men bemalol shu joyga tusha olaman. Judayam zo'r bunker qurdim. Hop, qanichi, lekin men ozgina bilim qo'ydim, mayli, hech nima qilmaydi. Zato endi bolalar, menda bunker bor. Hop, ana narsalarni ham shu olib tashlash kerak, hozir qishloqlar kelib qolmasligidan oldin. Hech kim sezib qolmaydi degan umiddaman. Hop, kelinglar, endi pastga tushib olamiz. Bundoq yopamiz. Pastga tushib olishga ulgurish kerak. Ana bo'ldi bolalar, tayyor. Endi qanaqadir apokalipsislar bo'lsa, zombilar kelsa, griperlar kelsa, men bemalol shu yerga tushib olib, mana shu yerda o'tira olaman bolalar. Judayam zo'r bo'ldi lekin. Bolalar, sizlarga meni bunkerim yoqdimi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Agar o'zinglar ham shunaqa bunker qurginglar kelsa, bemalol meni orqamdan qaytarib bunkerlar qo'yib olsanglar bo'ladi. Nushta bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yish esinglardan chiqmasin.